faqat Ramazonda bo'ladigan mashhur o'zbek filmidagi osh qanday tayyorlanadi? Ishlasa avval qo'y go'shtlarini bo'lakligi bo'lishdan boshlanar ekan. Undan keyin maxsus itda bo'lib chiqishdi. Mana go'shti ham tayyor. Endi piyozda to'g'ralib, qozonga olov yoqildi. Navbat yog'ga. U yaxshilab qizdirib dog'lanar ekan. Undan keyin bo'lsa masalliqlar birin-ketin qozonga tushishi boshlanadi. Albatta birinchi go'sht tushib, tillarang ko'rinishga kelguncha qovurildi. So'ng oshpaz akamiz piyozni nomiga qizib turgan yog' bilan oshna qilar ekanlar. Endi ustidan sabzi tushib, qozonni to'ldirdi. Chelaklarda suvli quyildi. Ziravorlar va tuz ayni shu pallada solinar ekan. Zirvek qaynab chiqqandan keyin olovni pasaytirib, miltiratib qo'yishdi. Albatta bu paytda ham okalar bo'sh turishmadi. Guruchni yaxshilab yuvib, ivitib qo'yishdi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, zirvek ustiga noxoz va mayiz solinib, guruchlarning suvi to'kildi. Endi oshni eng asosiy masallig'i bo'lmish guruch qozonga tushadi. Bu oshpazlarimizning sergiligini yanada oshirib, guruchga bor mehrligi va tajribalarini berib dimlash jarayoni boshlanganligini bildiradi. Osh 2-3 marta ag'darilib guruchlari maromiga yetgach, qarabsizki, Toshkentda faqat Ramazon oyida tayyorlanadigan eng mashhur oshlardan biri tayyor bo'ladi. Asosiy mushtariylar taravihdan chiqib oshxo'rlikka kelishadi. Guruch ranglari, go'sht bug'lari chiqib turgani, san'at degan tushunchani oshxona sohasida ham borligini eslatib, ishtahani havas ko'chalariga yetaklaydi. Mijozda ham ancha ko'p. Yanada ko'payishdan oldin o'zim ham avvallab birlagan osh suzdirib oldim. Ko'rsasiz 48 ming ekan. Mazasiga keladigan bo'lsa, haqiqiy to'y oshi. Hovlida o'tirgan odamlarga qarasangiz, xuddi qaysir qarindoshingizni to'yib o'tdi-yu, o'sha yerda ertalab maza qilib osh yeyotgandek iliq atmosfera bor. Albatta siz ham kelib ko'ring. Nakatsa Nobodoga Telegram kanalimizda bor.